Assalomu alaykum aziz o'quvchilarimiz. Bugungi darsimiz davomida biz og'zaki nutqni shakllantirishga yordam beradigan yana bir kichkinagina usul haqida gaplashamiz. Bu hikoyalar o'qib og'zaki nutqni rivojlantirish. Bunda bir necha qilinadigan ishlar bo'ladi. Mana shu ishlarni hozir birgalikda bajarib ko'ramiz. Siz esa bu darsni diqqat bilan eshitib, o'rganib, kelgusi rejalaringizga kiritib qo'ying shunaqa amaliyotlarni. Og'zaki nutqni shakllantirishda nima qilish kerak deb savol berishadi. Bitta amaliyotni qilish orqali nutqni shakllantirib bo'lmaydi. Chunki bizada ko'p qobiliyatlar bor. Nongli deymiz, tingli, qo'y, uy, fa, fai, shunsi, yana ko'p. Har xil e'tibor berishimiz kerak bo'lgan jihatlar bor. Mana bular hammasi alohida-alohida narsalar, to'g'rimi? Alohida-alohida qobiliyatlar. Va tabiiyki, bularni yaxshilash uchun, bularni rivojlantirish uchun alohida-alohida ishlash kerak har biriga. Va mana shu ishlar muntazam bo'lgan holatda bizada mavjud bo'lib turgan muammolar bartaraf bo'ladi. Endi hozir bu shavg'ushi bilan qanaqa ishlaymiz? Birinchi, tanlayotgan paytda soddasini tanlang. Chunki fokus yengil narsani o'rganishga emas, balki o'zimizni bazamizni ishlatishga qaratilsin. Shunchaki bu bizga vosita bo'lib xizmat qilsin. Ya'ni yengil o'rganadigan narsa emas, balki biza gapirishimiz uchun bir vosita, maydon bo'lib xizmat qilsin. Ikkinchi ish, mana shu hikoyani yaxshilab tahlil qilib chiqish kerak. Chunki gapirilayotgan vaqtda faqatgina so'zni o'zini ishlatmaymiz-ku. Grammatikalar bo'ladi, elementlar bo'ladi, so'z tanlash bo'ladi ma'nosiga qarab, ketma-ket joylashtirish, mazmunni bir-biriga bog'lash, mana shu narsalarni o'rganamiz. Ya'ni xitoycha ongni shakllantiramiz tayyor matnlar orqali. O'zimiz tuzmaymiz, tayyor matnlardan o'rganamiz bu narsani, tahlil qilib o'rganamiz. Uchinchi ish, uni yaxshilab o'qib o'rganib chiqib, undan ma'lumot olamiz. Nima haqida gapirildi va mana shu ma'lumotlarni jamlab olib o'zimiz tushuntirishga harakat qilib ko'ramiz. Hozir keling shu ishni qilib ko'ramiz. 第一天去新学校 yangi maktabga borishning birinchi kuni. 今天星期一 早上天天去新学校上学，天天不开心，他在新学校里没有朋友。Bugun dushanba. Ertalab Tian yangi maktabga o'qishga boradi. Tian bugun xursand emas, chunki yangi maktabda uni o'rtoqlari yo'q. Endi tahlilga o'tamiz. 今天星期一 dushanba degani qarang, gap eshitasiz yo'q. Bugun dushanba. Shi yo'q. O'sha qo'ysa ham bo'ladi, lekin 今天是星期一 ham bo'ladi. Shi yo'q, gap hech qanday ortiqcha element yo'q. Oddiy. 今天星期一 早上 ertalab Tian去新学校 新学校 demak sin so'zini, yangi so'zini joylarga nisbatan ham ishlatsa bo'lar ekan. Maktabga, odamlarga, shin tumshi deb juda ko'p obyektlarga ishlatsa bo'ladi. Shularning qatorida joylarga ham ishlatsa bo'lar ekan. Yangi maktab deganda bemalol shin sheshal deyishimiz kerak ekan. Chunki so'zlarni ishlatishda ehtiyot bo'lish kerak. So'zni pala-parcha ishlab tashlab bo'lmaydi. Yo shu so'z kela oladi yoki kela olmaydi. Kela oladimi, kela olmaydimi, buni biz bilmaymiz. Shuning uchun matnlardan ko'rib o'rgangan yaxshi. Demak, kelgusi nutqlarimizni bemalol shin sheshal deb gapira olamiz. Chunki shu yerda ko'rdik qo'llanilganini. Bu yerda xatolik yo'q. 新学校上学，天天不开心，开心 xursand degan. Endi Xitoy tilidachi xafa degan so'zlar bor o'zi, shangshinango degan so'zlar bor, beshang degan so'zlar bor, pessimist o'tib ketdim, g'amgin o'tib ketdim. Xafa degan so'zlar bor, lekin xafa degan paytda og'zaki nutqda ko'pincha u kaoshin yoki u kayshin deb ishlatishadi. Bu kayshin ya'ni xursand emas deb ishlatishadi. Xafa degan so'zni o'zi emas deb, bu kaoshin, bu kayshin deb ishlatiladi. 他在新学校里 yangi maktabda mana 在里 ko'rdinglar? 没有朋友 o'rtog'i yo'q. 在里没有朋友 shu yerda o'zi nechta element bo'ldi? 在里没有 bo'ldi. Asosiy so'zlar qani? Maktab, yo'q, do'st. Uchta so'z deb o'tdi, lekin ma'lumot nima? Maktabda do'stlar yo'q. A bu yerda nechta so'z bor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta. Ko'rdingizmi? Gapga shunaqa elementlarni kiritish kerak, shunaqa tayyor matnlardan o'rganish kerak. 刘先生是新学校的校长，他是英国人，他的个子很高，眼睛大大的，鼻子高高的，他没有头发。Janob Bell yangi maktabining direktori. She kesim bo'lyapti, chunki bu yerda hozir kesim yo'q-ku. She kesim vazifasini bajaradi, bo'ladi, to be. Mana shu maktabning direktori bo'ladi. Xiaozhang o'quv muassasalarining direktori, chunki direktorlar ham har xil bo'ladi-ku. Aynan o'quv muassasaniki Xiaozhang bo'ladi. U
angliyalik. 他是英国人，我是乌兹别克人。Uning bo'yi juda baland, ko'zlari katta-katta, burni mana tepaga ko'tarilgan chiroyli burun bo'ladi-yu, shunaqa. Sochi yo'q. Endi tahlil qilamiz. Uning bo'yi xingo baland, yenging ta'dada. Reduplikatsiya. Sifatni ikkilantirish. AAD ko'rinishda kelinadi, darajaning yuqori ekanligini ko'rsatadi. Yenging ta'dada. Ko'zlari katta-katta, bizi qalqalda. Tamayo to'fa, sochi yo'q. Oddiygina sochi yo'q deb qo'ysa bo'ldi mana. Tamayo to'fa. Ko'rdinglarmi? Odamni demak tahlil qilish. Mana shu qismi bilan ishlab ko'ramiz. Demak, bu yerda qaysi elementlarni o'rgandik? O'rgangan elementlarimiz shin sheshadagi shinni o'rgandik. Buqayshindagi buqayshin, ya'ni xursand emas deb ishlatishni o'rgandik. Mana bu gapda zayni o'rgandik, lini o'rgandik, mayoni o'rgandik, shini o'rgandik, keyin gapda dni o'rgandik, shaojang so'zini o'rgandik. Qaysi joydaligini aytishni o'rgandik, reduplikatsiyani o'rgandik, keyin gapda odamni tasvirlashni o'rgandik. Endi bularni hammasini daftaringizga yozib chiqishingiz kerak. Birma-bir ma'lumotlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun ham o'zingizga yaxshi tushuntirish uchun yozib chiqishingiz kerak. Endi keyingisida ma'lumotlar bor bizada. Qanaqa ma'lumotlar bor? Hozir biz olgan ma'lumotlarimiz mana bular. Hozir yozib ko'rsataman. Birinchisi dushanba kunligi, ikkinchisi yangi maktab masalasi, yangi maktab, uchinchisi Beljanob, to'rtinchisi uni ko'rinishi. Ana endi tasvirlab ko'ramiz qani. 今天要去新学校，今天是星期一。甜甜不高兴，因为他的新学校里没有朋友。这家学校的校长是 Bill 先生，他是一个英国人，他的个子高高的，眼睛大大的，鼻子也高高的，他没有头发。to'rtta informatsiyani hozir biz aytib ko'rdik. Mana shu mazmunda gapir degan paytda ko'pchilik gapirib ketolmaydi. Nima deyishni bilmaydi. Qayta-qayta qarayda yodlab olib keyin yodlab beradi. Yodlash kerak emas. Gapirish vaqti kelganda siz yetkazib bera oladigan ma'lumotni gapiring. Shunda o'zingizdan gapirasiz. Boshqa nima deydi, so'zlarni noto'g'ri ishlatib qo'ymaslikka, grammatikani joy-joyida qo'llashga harakat qilib gapiring. Sizda baza bor. Baza bor. Lekin bazani ishlatolmayapsiz. Endi og'zakini shakllantirish uchun nima qilish kerak? Yana yangi baza o'rganish kerakmi? Yo'q, borini ishlatishni o'rganish kerak. Kam-kam gapirsangiz ham to'g'ri gapiring. Aniq gapiring, tushunarli gapiring. Endi shu qismni biz yodlab bermadik. Mana bu yerda 4 ta ma'lumot oldik ichidan va mana shu ma'lumotlarni tushuntirib ochiqlab berdik. Bizda shu ma'lumotlar bor edi, shularni tushuntirib berdik. Qani endi keyingi qismda yana bir yangi amaliyotni o'rganamiz. 这个男孩是甜甜，甜甜今天要去这个新学校上学。这个人是 Bill 先生，Bill 先生的样子怎么样？他是个英国人，个子很高，眼睛怎么样？大大的，那个鼻子呢高高的，很帅的一个男人，对吧？个子很高的，可是没有头发。endi qani davomini ko'ramiz. Bill 先生去过很多国家，他去过澳大利亚、美国、法国和日本。他会说很多语言，他会说英语、法语、西班牙语和一点广东话。Bill janob ko'p davlatlarga borgan, Avstraliya, Amerika, Fransiya va Yaponiyaga borgan. U ko'p tillarda gapira oladi. Ingliz tilida, fransuz tilida, ispan tilida va ozgina guangdonghua gapira oladi. Guangdonghua degani nima? Qaysi til? Bu sheva. Xitoyni bilamiz, shevalari ko'p. Katta-katta hududlarda har xil. Masalan, Shanxayhua, Bayfanhua, Nanfanhua, Guangdonghua hududlarida katta-katta shunaqa hualar bor-da, ya'ni o'sha yerda gapiriladigan sheva. O'sha Guangdongda bo'lsa bu 新学校 Bill 先生一点会广东话，会一点广东话。Ozgina Guangdonghua biladi o'sha yerda yashagani uchun. Endi yana bir usul. Mana shu matndan savol tuzib olamiz.
O'zimizni gapirishga majburlashimiz kerak. Buni yodlab olishimiz kerak emas. Gapirtiramiz o'zimizni. Endi nima deb savol tuzamiz? 彪先生去过哪个国家? Qaysi davlatga borgan? Yoki bir nechta bo'lsa, 哪些国家 deymiz. 他去过澳大利亚、美国、法国和日本. Keyingi savolimiz. Sal boshqacharoq beramiz. 他会说汉语吗？刘先生不会说汉语，他住在中国，但是他不会汉语。他去过很多国家，所以他会说很多语言。他会说英语、西班牙语、日语、法语和还会一点广东话，可是他不会汉语. Ko'rdingmi? Mana shu savolni berish orqali butun ma'lumotlarni berib keldik. Shunaqa mana ikkita savol tuzdik shu matn yuzasidan. Bu ikkinchi usul, gapirishni ikkinchi usuli. Hozir uchinchi usulini ham ko'ramiz. 天天的新学校是国际学校，学生中有中国人、英国人、西班牙人、澳大利亚人、日本人等等。Tentenni yangi maktabi xalqaro maktab. O'quvchilar orasida Xitoy tilini, ingliz tilini, ispan tilini, Avstraliya tilini, yapon tilini va boshqa tillarni biladigan o'quvchilar bor. 国际学校的学生在学校里说英语，他们在家里跟爸爸妈妈说自己国家的语言. Xalqaro maktabning o'quvchilari maktabda ingliz tilida gapirishadi, uyda otalari, onalari bilan o'zini davlat tilida gaplashadi. Endi mana bu yerda qanaqa ma'lumotlar bor edi? Xo'sh, endi uchinchi usul mana shu ma'lumotlarni aniq tiniq qilib o'zbek tilida yozib olish. Qani, boshladik. Tentenning yangi maktabi xalqaro maktab. Maktabda o'quvchilar juda ko'p. Ular orasida xitoyliklar, inglizlar, ispanlar, yaponlar bor. Ular maktabda ingliz tilida, uyda ota-onalari bilan o'z davlat tillarida gaplashadilar. Mana shu informatsiya chiqdi hozir. Endi shuni gapirib ko'ramiz. 甜甜的新学校是国际学校，这个学校有很多学生，这些学生中有中国人、英国人、西班牙人和日本人。他们在学校用英语说话，在家里和爸爸妈妈用自己国家的语言说话. Shuni gapirib ko'rdik. Mana matnni yodlab bermayapmiz. Mana bu yerda o'zimiz yozib olgan narsani tushuntirishga harakat qilamiz. Bu endi uchinchi usul hisoblanadi. Gapirishning uchinchi usuli. Ko'rdikmi? Mana shunaqa qilib gapiraveramiz. 甜甜今天交了3个新朋友，2个是男同学，1个是女同学. Tenten bugun 3 ta yangi o'rtoqlar bilan do'stlashdi. Bittasi o'g'il bola, kursdoshlari, bittasi qiz bola. Sinfdoshlari bilan do'stlashgan edi bu. 他是甜甜的新朋友，他叫山本一树，他是日本人，他在家里跟爸爸妈妈说日语. U Tentenning yangi do'sti ismi Shanban Yishu. U yaponiyalik. U uyda otasi, onasi bilan yapon tilida gaplashadi. Mana bu bola.
他也是甜甜的新朋友，他叫高丽，他是中国人，他在家里跟爸爸妈妈说广东话。U甜甜的yangi do'sti, u Gavli, Xitoylik. Uyda ota-onasi bilan Guangdonghada gapiradi. Endi bu maktab Guangdongda bo'lsa kerak edi. 他也是甜甜的新朋友，他叫李小红，他一半是中国人，一半是美国人。他在家里跟妈妈说普通话，跟爸爸说英语。U甜甜的yangi do'sti, uni ismi Li Xiaohong. Uyda yarim Xitoylik, yarim Amerikalik. Uyda oyisi bilan Putonghada, adasi bilan ingliz tilida gaplashadi. Ana endi yana bitta usul qilib ko'raylik. To'rtinchi usul. Bunaqa ish qilamiz. Hozir bizda odamlar bor-a? Mana shu odamlar haqida gapirib ko'ramiz. Birinchisi kim edi? Ibn Yishu edi. Mayli, anaqa deb yozaveramiz. Ibn Yishu qanaqa bola bu? Yapon, Tian o'rtog'i, yangi do'sti, uyda yaponchada gaplashishadi. Ikkinchisi kim edi? Gavlimidi? Gavli. Bu bola xitoylik. Uyda Guangdonghada gaplashishadi. Uchinchisi Li Xiaohong. Bu qiz ham xitoylik, ham amerikalik. Onasi bilan Putonghada, otasi bilan ingliz tilida gaplashadi. 这些人都是甜甜的新朋友。今天甜甜交了3个新朋友，2个是男同学，一个是女同学。一本一术是日本人，他是甜甜的新朋友。他们在家里跟爸爸妈妈用日语说话。这个男孩是高丽，他是中国人。他们在家里跟爸爸妈妈用广东话说话，因为他们住在广东。这个女孩是李小红，她一半是中国人，一半是美国人。她的爸爸是美国人，她的妈妈是中国人。她跟妈妈用普通话说话，跟爸爸用英语说话。Bundayam ma'lumot olib, keyin gaplashib ko'rdik. 现在甜甜很开心，她在新学校里有新朋友了。Hozir甜甜juda xursand. Uni yangi maktabda endi yangi o'rtoqlari bor. Mana kichkinagina hikoyachani o'qib chiqdik. Bu yerda ham savollar bor, shunaqa javob berib ko'rsanglar bo'ladi. Bu yerda yangi so'zlar. Xullas, agar og'zaki shakllantirmoqchi bo'lsangiz, siz darajangiz bo'lsa-yu, siz gapira olmasangiz, yana yangi narsalarni o'rganishda davom etmasdan, o'zingizni bazangizni ishlatishga harakat qiling. Bunda siz birorta kitobni olib yana o'qishda davom etmaysiz, balki turli xil amaliyotlar bilan o'zingizni og'zakingizni ustida ishlaysiz. Muammolaringizni yaxshi bilasiz. Gapira olmaslik yo eshitib tushunmaslik. Kimdir aytishim, men eshitib tushunishim zo'r, lekin gapira olmayman. Kimdir aytishim, men gapiraman, lekin fonetikam yaxshi emas. Hammada har xil muammo bor. Mana shu muammolarga aynan yo'naltirilgan metodlar bilan ishlaysizlar. Aynan qaysidir faqat so'zlaklash bilan og'zakini chiqarib olish, faqat xitoylik bilan og'zakini chiqarib olish degan gap yo'q. Xitoy kim siz bilan doim gaplashib yuradi? Bo'lmasa shunaqa xitoylik bo'lsa, marhamat gaplashib yuring, og'zakingizni chiqaring. Bo'lmasa o'zingiz harakat qilishingizga to'g'ri keladi. Bu bizda bugungi dars bo'ldi. Bu metod orqali siz og'zakingizni chiqarib olishingiz mumkin. Sodda shunaqa bir matnlar bilan ishlab, amallab o'zingizni fikringizni tushuntirib bera oladigan holatga kelishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.